bir narsa esga tushib qoldi. Shundan keyin mana shu yerda agar yaxshi tushmayotgan bo'lsa, mana bunday bo'lib krem. Chiroyli tushmayapti-da mana. Shuni ochasizlar. Keyin ochiladi. Mana shu teshiklar yopilib qolgan, shuni hisobiga yaxshi transfer bermaydi. Mana musullar to'plangan. Mana shu tozalab olsalar, mana yashil baqa chiqadi. Mana narsalar ham ajraladi. Mana ichida yana ikkita narsa bor. Mana ajraladi. Hozir ajratib ko'rsataman. Mana Ariston to'ldi. Bo'ldi. Aristonimiz to'ldi. Shu tarafdan so'z kelyapti. Bu tarafdan, bu tarafdan. To'xtatib turamiz. Hozir buni ichini ochib olay, hozir nega domla bo'lyapti. Sen ko'rsataman yana. Mana. Mana so'linadi. Ichida yana ikkita bor. Shularga musurt qilganmi yo'q, hammasini ko'rasizlar. Mana bor. Mana har bittasini teshigiga igna tiqib chiqasizlar. Qurum shaklga kelib to'planadi setkalarga. Oh, neydi? Ma, yuvib bo'ldim. Hamma teshigi ochiq. Endi buni teramiz. Qoldi. Qiyin bo'lyapti. Bu ikkita shaybaga o'xshagan narsa. Bunday ichiga tushadi qirsiqli. Şurada. Birinchi buni ichiga solamiz. Keyin buni solamiz. Mana. Mana. Tushdi. Endi bunday qilib bunday qilasizlar. Bo'ldi mana. Yana shunday qilib qo'tirib qo'yasizlar.